Nima gap? Assalomu alaykum do'stlar. Volgogradning Dezhinskiy tumanida politsiya migratsiya qonunchiligiga rioya etilishini nazorat qilish bo'yicha reyd o'tkazdi. Unga ko'ra, Rossiya Federatsiyasi Volgograd viloyati bo'yicha Ichki ishlar bosh upravleniyasini, ya'ni boshqarmasining migratsiya masalalari bo'yicha xodimlari Rossiya Federatsiyasi Milliy gvardiya bo'limi xodimlari bilan birgalikda optovoy baza, ya'ni o'sha qonunchilikni buzganlar bo'yicha optovoy cheksiz bozor hududida chet el fuqarolarining Rossiyada qonuniyligi va mehnat faoliyatini qonuniy amalga oshirilayotganligi tekshirildi. Rossiya Federatsiyasi hududida bo'lishi qonuniyligini aniqlash uchun politsiya bo'limlariga ushbu bozordan, ya'ni optovoy bozordan 36 nafar chet ellik xodim ishchilar olib kelindi. Ulardan 12 nafari migratsiya qonunchiligini buzganligi uchun ma'muriy protokollar tuzildi. Shulardan 8 nafari esa Rossiya shahrida Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vazirligining qonuniy yashashi bo'yicha kerakli hujjatlari va qonunni buzganliklari aniqlanganligi sababli vaqtinchalik saqlash maydoniga, ya'ni o'sha joltidomga olib borildi. Reydlar davom etyapti. Iloji boricha hurmatli fuqarolar, dokumentalni yurishga harakat qilinglar, chunki o'zlaringiz ham ko'ryapsizlar, что biz dokument odamni hattoki o'sha poliyaga ham, dalaga ham ishga olib borayotganlar kamdan kam bo'lib qolyapti. Ya'ni telefon qilganingizda dokumenting bormi degan savol oldinlari berilmasdi. Yaxshi yurur, bir amallaymiz, boshqa qilamiz deyilasdi. Hozirda esa unaqa emas. Endi kim dokumentalni bo'lsa, bemalol boshini ko'tarib ishga borib kelib yuraveradi do'stlar. Salomat bo'linglar, qonuniy yurishga, Rossiya qonunchiliklariga amal qilishga va qoidalarni buzmaslikka harakat qilinglar.